Aka yaxshimisiz? Bir iltimosim bor edi. Mana bu pulni oling. Hozir yoningizga bir do'stim keladi bozorlik qilgani. Do'stim hozir og'ir kunlarni boshdan kechiryapti. Bu pulni o'ziga bersam olmayapti, g'ururi kuchlilik qilib. Shunga u oldingizga kelsa nimadir bahona topasizmi yo mana shu pulga cho'li bozorlik qilib bersangiz unga. Lekin sizdan iltimos do'stim bilmasin. Bo'ldi aka, sizni tushundim. Hammasini zo'r qilib beramiz. Assalomu alaykum aka, tuzimsiz? Keling aka. Bir bozorlik qilib ketay deb kelgandim. Bo'ldi aka, bemalol olavering. Aka, ming bor uzr, hozir yonimda pulim yo'q edi. 2-3 kunda oyligim tushadi. Buni daftaringizga yozib turavering. Iye, aka, juda omadli inson ekansiz. Siz bizning 1000-chi xaridorimiz bo'ldingiz. Biz 1000-chi xaridor uchun 2 millionlik voucher e'lon qilganmiz. Bu Ismoilning ishimi? Yana nimalarni boshlab yuribdi? Oshna, chiq shu yerdaligingni bilaman. Bu nima qilganing oshna? Buncha g'ururimni sindiraverasan. Nima? Do'stlik deganda faqat yaxshi kuningda, maishatingda birga turadi deganimi? Qiynalgan paytingda men indamasdan qarab turadigan bo'lsam, bunday do'stlikda nima keragi bor? O'zi boshingga tushgan ishda yordam bera olmaganim uchun na uyqumda, na ovqatlanishimda halovat bor. Vijdon azobidan qutqar shularni olib, do'stim. Rahmat do'stim, og'ir kunimda shunday qarab turmaganing uchun. Hey, yana bir marta rahmat aytsang, basharangni urib yoraman.